Shu nishadir. Qurbaqa ketishadir. O'ziginangda jigur murdashov uyda non yo'ligidan butilkalarni sotib, ikkita non olib o'tiribmiz. Bu kishi bo'lsa yana ko'chada ichib yuribdi. Rahma, men senlarni och qolmasdan ichib yuribman. Men bo'shatgan butilkalarni sotib non oldingmi? Ko'rding, men ichmasam senlar och qolishasan. Shu aroq ichguncha zahar ichsangiz bo'lmasmidi? Tushunmadim. Nima deding-a? Aya, karate tuguranga pul berasizmi? Agar bu oy 150 ming olib kelsang, kelib o'tirma deyishdi. 150 ming qayoqda bolam? Pul bo'lsa borarsan. Aroqni 50 mingligidanmi yoki 150 mingligidan beraymi? 150 mingligidan berarkan bitta maza qilaylik. Qo'shni qachon qilsa bolalaringizga kartoshka bilan piyoz yedirasizmi? Bir oyda bir go'sht po'shani yedirib turing. Ana ko'chani boshida 85 mingdan zo'r go'sht sotayotgan ekan. Aka, mana shashlik sizdan yana 85 ming so'm. Bo'ldi, kecham, mana yo'q. Iltimos, svetimizni o'chirmang. Bolalarim kechasi dars qila olmay qoladi. Qarzlaring ko'payib ketgan, o'chirmasak bo'lmaydi, kelin. Akajon, yana bitta zo'ridan. Puling yetadimi o'zi? Jo'rajon, o'ylanma, pulni senga ishlatmasam kimga ishlataman? Dadajon, oyog'im soqqasib ketdi. Magazinda junli paypoq ko'rdim. Narxi 25 ming ekan. Bittagina olib bering. Aka, 25 ming qaytimiz qolib ketdi. Ukam, senga podarka. Meni kechir qizim. Shu aroq ichguncha zahar ichsangiz bo'lmasmidi? Rostdanam zahar ichsam bo'lar ekan.